Mana e'tibor qilayotgan bo'lsak, mana ko'ryapsiz aka. Bu juda qattiq narsa bo'ladi. Qirtatganda shu uzilib qolgan. Shu og'riq bergan. Shu tizza bo'g'imizni bukib yozishga cheklanish beryapti. Tushunyapsiz aka? Endi bundan qutuldik. Mana bugungi operatsiyamiz chap tizza bo'g'imi diagnostik artroskopiyasi. Median menskimiz uzilgan qismini mensektomiyasi bo'yicha mana operatsiyani boshladik. Bemorimiz 88-yil. 20 kun oldin tizza bo'g'imida noqulay harakat tufayli tizza bo'g'imining ichida qirtatgan ovoz eshitilgan. Shuni hisobiga tizza bo'g'imida blok, ya'ni tizza bo'g'imida bukalmagan, yozilmagan, tizza bo'g'imida shish yuzaga kelgan. Mana e'tibor qilyapmiz, mana ekranga qaratamiz. Mana e'tibor qilsak, tizza bo'g'imini ichki mana medial menskimizni orqa shoxi, mana orqa shoxi, mana tanasi, tana qismi uzilib ketganligi aniqlangan. Uzilib ketganligi aniqlanyapti mana. Uzilib ketgan mana. Ruchki leki tipida uzilish deyiladi. O'sha qirtatgandan keyin uzilib bo'g'imni ichiga kirib qolgan. Mana. Endi diagnostika 100% qo'yildi. Mana uzilgan menskimiz mana. Bo'g'im kiryapti, chiqyapti. Buni davolab bo'lmaydi. Albatta bemorimiz kelgandagi tizza bo'g'imidagi shish hisobiga 15 kun gipsga qo'ydik. Tizza bo'g'imidagi shish qaytdi. Qaytgandan keyin tizza bo'g'imiga uvchi, qo'shimcha massaj, fizichlar olingandan keyin tizza bo'g'imida sinovit, ya'ni sinoviyanning avval o'chgani yallig'lanishning hisobiga, menskimiz uzilganligini hisobiga chiqindi suyuqligi hosil bo'lgan. O'sha chiqindi suyuqligini so'rdirganimizdan keyin bu amaliyotni bajaryapmiz mana. Mana. Endi akamiz bilan bir suhbatlashamiz endi aka. Aka, ahvolingiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Hech qanaqa o'zingizda og'riq, noqulaylik his qilmayapsizmi? Yo'q, bilingan yo'q hozir. Og'riq. Shikoyatingiz nima bo'ladi aka? Shu turaman deganimda qart etib nima bo'lib qoldi-da, bukilib qoldi. Shundan keyin qanaqa holatlar kuzatildi o'zingizda? Shu o'tirib bo'lmay qoldi ekan, nima og'riq bo'lib. Bukilmay qoldi-da. Ha, e'tibor qilayotgan bo'lsak, mana ko'ryapsiz aka. Bu juda qattiq narsa bo'ladi. Qirtatganda shu uzilib qolgan. Shu og'riq bergan. Shu tizza bo'g'imizni bukib yozishga cheklanish beryapti. Tushunyapsiz aka? Endi bundan qutuldik. Bemorlarimizga bizning maslahatimiz 2 oygacha og'ir ko'tarmasdan, nagruska bermasdan, operatsiya qildirgan ortoped travmatologini oldiga kelib, kerakli muolajalar olib tursa, tizza bo'g'imida kelajakda umuman muammo bo'lmaydi. Qolgan laxtasini tozalayapmiz mana. Ko'ryapsiz aka mana. Qolgan hali laxtayimiz. Endi sizni yutug'ingiz aka bizga ishondingiz. Sizga aniq diagnozni qo'ydik. Endi bunaqa bemorlarimiz bir 5 ta 6 ta joyga boradi. O'sha shu 5-6 ta joyga borganliging hisobiga vaqt 6 oy o'tib ketib qoladi. 6 oyda bu uzilgan menskimiz tizza bo'g'imini medial, ya'ni son suyagida ichki do'mbog'ini yemirib qo'yadi. Mana siz mana 1 oy ichida shu narsani qildiryapsiz. Xudo xolasa xavf ortib qoldi aka mana.